Assalomu alaykum azizlarim. Assalomu alaykum. Va sizlar bilan yana bir jonli efirda ko'rishib turganimdan xursandman. Ovoz bormi? Meni eshityapsizlarmi? Ovoz bormi? Iltimos, chatga yozib yuboringlar. Chatga yozib yuboringlar. Bugun bir g'oliba shogirdim bilan efir qilamiz va bu efirda men sizlarning ichki savollaringizga ham javob berishga harakat qilaman. Va mana mening g'oliba shogirdim ham efirga kirishga tayyor va hozir kutib olamiz. Assalomu alaykum. Mikrofoningizni yoqib yuboring. Mikrofoningiz o'chiq. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum azizam, qanaqasiz? Yaxshimisiz? Rahmat, ustozim, rahmat. Bugun bir ajoyib yangilik eshitdim. Malikaxon bosh kuratorimiz sizning erishgan natijalaringiz haqida gapirib berdi. Menga juda ham qiziqdi bu natijalarga erishish qanday bo'lgan. Mana shu meni kurslarimga, treninglarimga kelishdan oldingi holatingiz haqida bo'lisha olasizmi? Albatta, ustozim. Ustoz, men sizni kuzatib yurganmanda 2 yil davomida va o'tgan yilda may oyida ilohiy ayol treningizga yozilgandim. Mhm. O'sha vaqtdagi holatim juda kreditlarim ko'p edi. Ozgina sog'lomsizlik bor edi menda. Jeniskida mioma bor edi. Keyin grija bor edi, sahrim baland, davleniyam oshardi har zamon. Shu muammolar bor edi. Keyin menda ko'proq qo'rquvlar bor edi har narsadan. Men o'zimni har narsaga loyiq ko'rmagan ekanman-da, ustoz. Ya'ni Siz aa, ilohiy ayol treningizga kelib, men judayam Allohim shu kunda xohlagani uchun Allohga shukronalar keltiraman. Meni sog'lig'im tiklandi, ustoz. ana eshitishim bo'yicha Miomam bor edi. qarzlaringiz ham bo'lgan ekan, eshitishim bo'yicha. Ha, xuddi shunday, ustoz. Qarzlarim, kreditlarim, xuddi siz aytgandek, men sizni kuzatib yurganmanda, lekin o'sha vaqtda belimgacha botgan bo'lsam, 2 yil davomida manimcha bo'ynimgacha botdim-da, keyin botqoqqa. O'sha vaqtda Allohga endi o'zimdan loyiqlik sezib, yo endi o'qimasam bo'lmaydi ustozimga deb, shu ilohiy ayol treningida ham qarz olib o'qiganman, ustoz. Aha. O'sha to'lov qilgan kunimdan menga e, haqiqatdan aytardisiz, siz kutmagan joydan e, keladi. Haqiqatdan yetkazib berdida. Men olgan pulimni, bergan pulimni bir haftaga Allohim shuni yetkazib berdi. Menga opam shuni $200 berdilarda, podarka qilib ishlatarsan o'zingga debda. Allohga shukur. Haqiqatdan sizni o'quvchilaringiz chiqqaniga havasim kelardi. Man ham ustozni shunaqangi g'olib o'quvchilar qatorida bo'lsam deb ko'p havas qilganman-da, ustoz. Mhm. Haqiqatdan e, siz bergan shu texnikalarni ilohiy ayolda e, hammasini qadamma qadam bajarib, man juda ko'p bloglarimni topdim, ustoz. Mhm. Birinchi o'rinda Allohdan qo'rquvim bor ekan, keyin hammadan men talab qilar ekanimda, yo'q, menga bo'lish kerak, senga emas, men qilishim kerak, hamma ishni men qilishim kerak deb men hamma ishni ham o'zimni Ha. bo'ynimga olib, hattoki bo'ynimda ham grija disk, belimda ham grija disk, ustoz. Operatsiya qilmasak bo'lmaydi deydida nima vrachlar.
Men aytdim, yo'q, man albatta shu kursda o'qiyman, lekin men shot topaman degan man o'zimda nima bor edi, ishonch bor edi bunda. Aha. Haqiqatdan hozir menda hech qanaqangi bezovtalik yo'q. Bo'ynimdagi girja disklarim ham yo'qolgan. Sahrim normaga tushgan 508 da. Allohga shukr. Молодец. Mana qarangda, azizam, a, bo'lisha olasizmi? Qisqacha bo'lsa ham bloglaringiz bilan. Qanaqa bloglar bor edi? Mana bu videoni ko'rib turgan obunachilarimizga qiziqdi. Qaysi bloglar sizdagi sog'lomsizliklarni ketishiga yordam berdi? Bo'lisha olasizmi? Albatta ustoz, menda shu ko'pincha xafagarchilik, ota-onamdan xafagarchilik qolgan ekan ustozim. Mhm. O'sha xafagarchiliklar blokini topganimda men o'sha vaqtda уже dori ham ichmay qo'ydim. Hech qanaqa menga bezovtalik ham bo'lmadida. Mhm. Demak, men haqiqatdan shu yerda ekanimdan Allohga shukronalik keltiraman. Men to'g'ri yo'lda ekanimdan xursand bo'ldimda va sizni har bir shu bergan meditatsiyalaringizni, bergan darslaringizni, ya'ni ong bilan kelishib ishlashni juda xohladimda, lekin boshida ancha qiyinchilik bo'ldi menga ustoz. Qarshiliklar Ongim bo'ldimi? Ongingiz qarshilik qildimi? Ongim juda qarshilik qildi. Ana shunday tikka turamanda, kofe ichaman, sovuq suv ichamanda, shunday ham uxlab qolaman. Tikka turib uxlab qolamanda ustoz. U yotish yo'q tursin. Allohga shukr, yo'q dedim. Ongim birga ishlashimiz kerak. Men ustozni g'olib o'quvchilari bo'lishim kerak. Birgalikda biz chiqishimiz kerak deb men o'zimga o'zim va ongim bilan kelishib oldim ustoz. Siz Sizni yopiq guruhda edingizda, mana jonli ishtirok etdingizda, yopiq guruhda ha edingiz. ha Yangi shunday. ichki qarshiliklar, uxlab qolishlar bo'lganda jonli darslarga kirib, o'zingizni tahlil qildirdingizmi? Kuratorlarga, assistentlarga yozib so'radingizmi? Ya'ni yo'l izladingizmi? Qanday etib yo'l izladingiz? Aytib bera olasizmi? Ustoz, sizni har hafta bo'ladigan jonli treningizda ishtirok etardim, savol beraman deb men aytgan o'ylagan savollarni mendan oldingi o'quvchilar berib qo'yardida. Allohga shukr, xayr, nasib qilmagan ekan derdim. Lekin aslida shu barcha savollarimga o'zim javob olardimda shu darsda. boshqa o'quvchilarga Haqiqatdan menda boshqa o'quvchilarini holatini tahlil qilgan vaqtimda siz javob olgansiz. ha, Tushundimi? shunday, xuddi shunday ustoz. Bizani kursdoshlarimiz bor edi. Ustoz, uxlab qolyapman derdida. Siz ong bilan kelishing. Ong bilan kelishing, unga nimalardir olib bering derdiz. Haqiqatdan men o'zim Snickersni yaxshi ko'rardim. Snickers keltirib qo'yardimda, mazza qilib o'shani yeymiz deb ongimdan shu texnikani bajaraylik, seni rag'batlantiraman deb kelishib, Allohga shukr ustoz, hozir nimani o'ylasamda shunday muhayyo bo'ladida, o'zim shunday xursand bo'lib ketamanda. Allohim o'zingga shukr deyman. Haqiqatda bizda Allohda chegara yo'q ekan, imkoniyatlar cheksiz, lekin bizda bloklar bo'lgani uchun ko'ra olmasganmizda biz haqiqatdan. Mhm. O'zimdan chuqur bloklar bo'lgan ekan. Dadamdan juda xafa ekanman-da. Dadam juda qattiqqo'l bo'lganlar, lekin Hatto manada bunaqa holat qachon bo'ladi? Biz katta bo'lamiz, yoshlikda bo'ladida bu xafachilik. ha, Anglagan, tushungan holda bo'ladi bu xafachilik. Oradan vaqt o'tadi, bizni ongimiz unutib yuboradida, biz esimizdan chiqarib qo'yamiz bu xafachiliklarni. Keyin oradan vaqt o'tgandan keyin biz o'ylaymizki, xafa emasmiz. Qanday etib onadan xafa bo'lsa bo'ladi? Qanday etib otadan xafa bo'lsa? Bu mumkin emas-ku deymizda, turli xil kasalliklarga chalinib yuraveramiz, sog'lomsiz bo'lib yuraveramiz. Va keyin уже texnikalarni qilganda mana xuddi siz aytganingizdek qarshiliklar bo'laveradi, qarshiliklarga duch kelaveradi. shunday. Mana shu vaqtda ustoz kerakda, mana shu vaqtda kuratorlar kerak, mana shu vaqtda assistentlar kerak. Ya'ni mana shu etapdan sizni olib chiqib ketishga yordam beradigan
jonli odam kerakda, живой odam kerak sizga. Va mana shu vaqtda, mana shu jonli darslarda, tahlil darslariga kirgan vaqtingizda, hech bo'lmaganda o'zingiz tahlil qildirmasangiz ham boshqalarni tahlil qilgan vaqtida o'zingiz uchun anglov olasizda, o'zingiz uchun tushuncha olasiz va Xuddi shunday, shunday ustoz. qadamma qadam bajarganingizda esimda bor, o'quvchilarimiz men bilmagan ekanman dadamdan xafa ekanligimni deyishadida. Men Shunday, bilmagan o'zman. ekanman onamdan xafa ekanligimni. Men bilmagan ekanman Allohdan xafa ekanligimni. Xuddi Yoshligimda shunday. problemada, muammoda men shu xafachiligimni izhor etgan ekanmanu unutgan ekanman deyishadida. Va bugungi kunda уже psixosomatika fani isbotlab bo'ldida, hamma sog'lomsizliklar bloklarni natijasi ekanligini mana hozir siz ham buni isbotini aytib turibsizda, mana shuncha Haqiqatdan. sog'lomsizliklar ketdi deb turibsiz. Man qarang azizam, mana shu sog'lomsizliklaringizga qancha qanchadan pul to'lar edingiz oyiga? Ustoz, man 3 oyda bir yotardim. Hech bo'lmaganda 3 million, 5 million, eng kamida 3 million ketardida. Man oddiy nima qilganimda, lekin 5 million, 6 milliongacha ketgan hattoki. Mhm. Endi man shuni anavi qilamanki, shu oldinroq mana 2 yil oldin nima uchun kuzatganman deymanda o'zimga o'zim. Lekin Allohim mayli, kechroq bo'lsa ham shunday nasib qildi. Lekin man shu ilohiy ayol treningiga ikkilanib turgan shu o'zim tengi ayollarga o'qinglar deymanda, o'qinglar, haqiqatdan ayollik energiyasi bo'lar ekan ustoz. Menda ayollik energiyasi ham qolmagan ekan. Erkak energiyasi ko'payib ketgan ekan menda. Ayollik energiyalar ham qaytar ekan hammalaringizni. Shuni nima deydi, inson shunaqangi yengil bo'lar ekan, bloklar yechildimi? Siz hech kimdan xafa bo'lmasganingizda, dunyo ko'zingizga xuddi boshqacha ko'rinar ekanda. Haqiqatan ustoz doim aytadilar-ku, sizni tashqi dunyoyingiz ichki dunyoyingizni aksi. Haqiqatdan meni ichimda shu bloklar aks etib turgan ekanda, meni o'zimni oldimda ko'rsatib berilgan ekan bu jarayon. Men bularni anglaganimdan keyin shunaqangi yengil bo'ldim ustoz. O'zidan xuddi uchib yurgandayman-da ustoz. Kunida 3 soat uxlasam ham yana ertalab vaqtli turib shunaqangi energiyaga to'laman. Xo'jayinim mana o'zim endi shu vaqtgacha xo'jayinim endi yozishganlar, lekin har zaman baribir boshqacha gaplar aytib, men seni sog'indim, shunaqa gaplar aytadilar-da, lekin avval bunaqa aytmasdilar. Ana. Shahlo, sen menga nimadir qilyapsan, seni yaxshi ko'rib ketyapman deyiladi. Allohim o'zingga shukur deymanda, ongimga tasdiqlatib qo'yaman-da shu fikrlarini. Har bir natijamni ongimga tasdiqlatib ustoz, Allohga shukur. Shunaqangi nima deydi? Bo'ynimgacha botqoqda bo'lganimda chiqarib oldimda, man shu o'zimni shunday deb o'ylayman. Молодец, молодец. Mana qarang, hozir mana shuncha hayotingiz o'zgardi-da. Har 3 oyda lecheniya olar edim deyapsiz. Har 3 oyda 3 million, Xuddi 5 shunday. lecheniyalarga pul to'lar edim. Nega 2 yil oldin kelib o'qimadim deyapsiz-da. Mana qarang, mana hozir o'qib, shuncha pul to'lab, chunki ilohiy ayol treningimiz bu arzon trening emas, shuncha pul to'lab, kelib, o'qib, hozirgi natijalaringizni ko'rgan holda nima deb ayta olasiz? Bu trening o'z narxiga arziydimi? Ustoz, men shuni ayta olamanki, ishonch bilan bu treningni bitta darsi arziydi. O'sha $250 ham bitta darsi arziydi. Chunki har bir darsdan bitta blokni yechasizda, bitta nima anglab dollar, $500 olardi. Hatto pullarga ochildim man. $1000 oyliklari xo'jayinim ham hozir oylik tushadimi, sirasi menga klik qiladilar-da. Avval o'zlarida olib qolardilar pullarni. Shunaqangi ochilish juda ham yaxshi bo'lar ekanda.
ana Haqiqatdan inson bloklarini yechsa, bu olamda chegara yo'q deganizday hamma narsa, imkoniyatlar ham sizga ochiq bo'lar ekan. O'ylagan narsangiz yoningizga kelaverar ekanda. Shunday ana xursandman ustoz. Rahmat. mana qarang, Xudoga shukur. azizam, man ilohiy ayolda o'qiganingizni, natijalaringizni aytyapsizda. Ilohiy ayolga qarz olib kelgan edim deyapsizda. Ya'ni ilohiy ayolga to'lagani pulingiz bo'lmagan va hozir bizni salkam Allohga 2 ming dollar shukur. turadigan xalqaro NLP kursimizda ham o'qib tugatdingizda. Qarang, o'sha Allohga 200 shukur. dollar o'sha 200 dollar pulni topolmasdan salkam 2 ming dollarlik kursga ham pul to'lab yuborib o'qib tugatdingizda. Bu kursni Allohga shukur. qarang, Allohga shukur. bu imkoniyatda, bu haqiqatdan imkoniyat. Shahlo Hasanova, Haqiqat. hayot osonmikan? Yashash go'zalmikan? Ustoz, yashash juda go'zal ekanda. Sizda hech qanaqangi xafagarchilik qolmasa, atrofingizdagi insonlar ham 360, 180 emas ustoz. 360 gradusga o'zgarar ekanda. Hattoki ovozli xabarlari bor. Mendan shunaqa kechirim so'ragan, Shahlojon sen meni kechir debda, men ularga shunday demaganman, telefon ham qilmaganman masalan. Qarang, shunaqa o'zgarar ekan. Tashqi dunyoyingiz o'zgarar ekanda haqiqatdan ustoz. Молодец, молодец. Shahlo Hasanova, azizam, mana siz o'zingiz Xudo xohlasa xalqaro NLP bo'lib, Xudo xohlasa siz ham insonlarga yordam beradigan darajada bo'lasizda. Nasib inshaalloh. Mana hozir o'zingizni shu qadar chuqur bilimlarni olib, shu qadar o'z ustingizdan ishlab katta rivojlandingiz, juda katta rivojlandingizda. Anchadan buyon Allohga sizni shukur. kuzataman, anchadan buyon kurslarimizda o'qib butunlayin o'zgardingizda. Hozir mana shu botqoqda turgan, mana bir vaqtlar men ham bo'lganman-da o'sha botqoqda. Bilaman. Mana siz ham bo'lgansiz o'sha botqoqda. Hozir o'sha botqoqda turgan ayollarga nima degan bo'lar edingiz? Aziz ayollarimiz, bu botqog'a siz mojib turgan bo'lishingiz mumkin. Tizzangizgacha botqoqda. Agar bu treningga kelib bir qadam qo'ysangiz chiqib ketasiz albatta. Men shunga ishonaman-da. Lekin menga o'xshab kutib yurmang, qachon loyiqlik bo'ladi, qachon loyiqlik keladi menga deb kutib yurmang azizlarim. Sizni hammangizga tavsiya qilaman, chunki bizni O'zbekistonimizdagi ayollar o'zini sevishni uncha bilmaydi ustoz. Endi xafa bo'lishmasin, endi sevish nima bu? Chunki qaynonamga yo'qay, qaynotamga yo'qay, erimga yo'qay deb mehnatni qiladi, lekin o'ziga qaray olmaydi. O'ziga yangi kiyim ola olmaydi. O'zim ham shunday bo'lganman. Lekin men hozir eng qimmat kiyimni kiyaman, eng qimmat kursga o'qigim keladi ustoz. Loyiqlik dasturi menda. Allohga shukur. Lekin hammaga tavsiya qilaman, bu ilohiy ayol hammamizga kerak. Biz botqoqda bo'lmasak ham bizga kerak, chunki kelajakda bo'ladi har bir insonlarda xafagarchilik. O'shalardan, to'siqlardan oson o'tish uchun judayam kerak ekanda. Men shu O'zbekistonimizga shu ilohiy ayol kursini maktab programmasiga kiritishlarini shuna xohlayman-da ustoz. Chunki har bir ayollarimiz ham o'zini sevsin, o'zidan tashqari bir dunyoni ko'rsin deyman-da ustoz. Aytganday, men ilohiy ayolga yozilganimdan 2 oy keyin 2 ta tekin Turkiyaga va Rossiyaga sayohatni yutib oldim ustoz. Qarang, shu orada shu vaqtgacha bu holat bo'lmagandi menda. Shunaqangi imkoniyatlar ochilib sizga omad ham kelaverar ekanda o'zi. Keyin siz kutmagan joydan pullar, sovg'alar kelaverar ekanda. Shunday inson o'zini qanaydir qirolichalarday sezar ekan ustoz.
mana avval qanaydir qo'rqib, yo'q ey manga bo'laveradi shu degan fikrlar ko'p edida manda. Yo'q, men eng yaxshisiga loyiqman deyman hozir. Allohga shukur. Biz ayollar, O'zbekistonimiz ayollari hammasi eng yaxshisiga loyiq. Hammalaringizni shu kursda o'qishlaringizni juda juda xohlayman. Bir kun kelib menga rahmat deysizlar, azizlarim. Katta rahmat sizga azizam, katta rahmat. Haqiqatdan ham o'zingizga yordam bera olgan g'olibalardan bo'ldingiz. Va albatta bundanda katta yutuqlar tilayman sizga. Katta rahmat. Bundanda Rahmat ustozim. g'alabalarni tilab qolaman azizam sizga va ayollarimizga, bizni o'zbek ayollarimizga hozir shu qadar chuqur bergan motivatsiyangiz uchun ham sizga katta rahmat azizam. Asosan ustozim, man shuni sezdimki, qalb xotirjamda ustoz. Bu qalb xotirjamligiga hech nima yetmas ekanda. Tinchmanda, hech nima yuragingizda hovul yo'q. Avval yuragimda vahima bo'lardi-da. Inson qancha qalbi xotirjam bo'lsa, shuncha hayotga ham boshqacha ko'z bilan qarar ekan ustoz. Man xohlaymanki, barcha ayollarimiz ikkilanmay o'qinglar, o'qinglar deymanda, yana o'qinglar. Man nasib bo'lsa hamma kurslaringizda o'qiyman ustoz. Katta rahmat. Rahmat bergan bilimlaringiz uchun. Allohimga shukur. Sizday bir um, nima deydi, eng yaxshi ustozni yuborgani uchun Allohga ming bora shukrlar keltiraman, 100 marotabalab. Har doim Allohim o'zingga shukur. Katta rahmat sizga. Rahmat ustozim. Rahmat, katta rahmat. Salomat bo'ling azizam. Azizlarim, mana ko'rib turganingizdek, ilohiy ayol treningimizda o'qib, mana shu qadar chuqur, shu qadar kuchli natijalarga chiqa olgan o'quvchimiz o'zining natijalarini bo'lishyapti. Ha, albatta, 380 gradusga aylansa o'zgarish bo'lmaydi deb yozibsiz Iroda Xanova. Azizam, judayam aqlli odam ekansiz, bilar ekansiz 360 gradusga o'zgarsa o'zgarish bo'lmasligini. Lekin bizni o'quvchimiz shu qadar hayajonlangandan bu narsani aytdi. Shuning uchun sal aqlan o'ylab ko'raylik, bu hayajonni natijasi edi xolos. Va siz buni bilganingiz yaxshi. Albatta bu sizga bitta plyus ball beradi. 5 baho sizga azizam. Judayam chuqur bilimlarni bilar ekansiz. Va azizlarim, shu o'rinda tushuntirib bermoqchiman. Bu o'quvchimizda bo'lgan holatni sizlarga tushuntirib bermoqchiman. E, Mana shu o'quvchimiz aytib berdi, bizda otaga bo'lgan xafachilik bor ekan, onaga bo'lgan xafachilik bor ekan, Allohga bo'lgan xafachilik bor ekan degan gaplarni gapirdi. Bilasiz, men hozir bir misol tariqasida aytib bermoqchiman. Bir ajoyib mijozim meni oldimga sog'lomsiz holatda keldi. Judayam qattiq sog'lomsizlik, davleniya ko'tarilib ketaveradi. Mazza qochib qolaveradi, skoriy больницаga olib ketaveradi va bu holat bir necha marotaba qaytarilganda juda kuchli qo'rquv uyg'ondi. Man endi o'lib qolsam yosh bolalarimga nima bo'ladi deb kuchli qo'rquv uyg'ongan. Mani oldimga kelganda, mani sessiyamga kelgan vaqtida davleniya ko'tarilib ketgan, больница, dori darmon, ming million pulni ishlatgan bir yaxshi emas holatda keldida. Man hozir mijozim haqida gapiryapman azizlarim. Va savol berdim. Hech taqdirga noligan holatingiz, Allohga noligan holatingiz bo'lganmi desam, hijobli ayol ekan. Yo'q, men Allohni sevaman deb menga judayam qarshilik ko'rsatdi deb. Va men ekspert sifatida tushunib turaman bu qarshilik o'zini oqlash ekanligini. Va bu ayolga indamadim. Xo'p, mayli, bo'ldi, men sizni tushundim. Ishlab ko'raylikchi dedim. Va bilasizmi, men raskopkaviy texnika berdim. Bu mijozimga raskopkaviy texnikani bajarib
yoshligida, kichkinaligida buvijonisi, eng yaxshi ko'rgan buvijonisi vafot etgan vaqtida Alloh meni buvimni mendan olib qo'yding deb 5 yashar qizaloq Allohdan juda qattiq xafa bo'lgan ekan. Qarang, 5 yashar qizaloq va ong bu xafachilikni ushlab turgan ekan va borib borib katta bo'lganda bu ayol men gunohkorman, men Allohdan xafaman, ya'ni ong men Allohdan xafaman, demak men gunohkorman dasturini shakllantirgan. Ikkita dastur bitta bo'lib judayam yaxshi emas kasalliklarga olib borgan. Tushunyapsizlarmi, azizlarim? Siz hattoki bir xil payti sizning qaysi blokingiz borligi, qaysi dasturingiz borligini tushunmasligingiz mumkin-da. Unutishingiz mumkin, esingizdan chiqarib yuborishingiz mumkin. Siz 5 vaqt namoz o'qib, Allohdan yordam so'rashingiz mumkin, lekin toki ildizni topib, blokni topib yechmaguningizcha kasallikdan qutulish oson bo'lmaydi. Kasallikni qabul qilish oson bo'ladi, albatta. Chunki biz Allohga tavakkal qilsak, Allohni desak, kasallikni qabul qilishimiz oson bo'ladi. Lekin bir tomondan Alloh rahmat senga, men shukrona keltiraman deb, ikkinchi tomondan ong ostida men sendan xafaman, sen meni buvimni olib qo'yding degan dastur tursa, ikkita dastur bir biriga qarama qarshi bo'ladi. Bu dual dasturlarni olib keladi. Dual dastur degani men ham xafaman degani, ham rahmat senga degani. Tushunyapsizlarmi? Ikkita dastur natijada og'ir kasalliklarga olib boradi. Ya'ni bu bugungi kunda meditsinada, psixosomatikada isbotlangan fakt bo'ladi, azizlarim. Shuning uchun men ayollarga yordam berish uchun, mana shu bloklarini yechishga, insonlarni mana shu bloklarini yechishga yordam berish uchun ilohiy ayol treningimni yaratdim. Va ilohiy ayol treningimga o'quvchilarni taklif qildim. O'quvchilarimiz ilohiy ayol treningimda o'qib, hozir mana o'zingiz ko'rib turibsiz qay darajada natijalarga chiqqanini. Mana o'zingiz ko'rib turibsiz qay darajada yuqori natijalar bo'lganini. Bilasizmi, judayam muhim ustoz bilan birgalikda o'qish. Judayam muhim kuratorlar bilan birgalikda o'qish. Chunki siz dasturingizga borayotgan vaqtingizda juda kuchli qarshiliklar bo'ladi. Uxlab qolishlar bo'ladi. Sizni ongingiz sizni himoya qilish uchun sizni o'sha ildizga, o'sha blokka borishingizga ruxsat bermaydi. Mana shu vaqtda sizga jonli darslar kerak bo'ladi. Ustoz kerak bo'ladi. Kuratorlar kerak bo'ladi. Mana shu vaqtda siz jonli darslarga kirib, ustozga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Ustoz, menda mana bunaqa holat bo'lyapti. Ustoz, menda mana bunaqa holat bo'lyapti deb sizga o'sha vaqtda motivatsiya kerak bo'ladi, bilasizlarmi? Va siz o'sha vaqtda motivatsiya olgan holda harakat qilishingizni davom ettirasiz. Motivatsiya olib bloklaringizni yecha olasiz. Ya'ni ustoz va kuratorlar sizlarga o'sha kuchni beradi. Harakat qilishingizga, davom etishga yordam beradigan kuchni beradi. Va bilasizlarmi, shu o'rinda yana bir ajoyib narsa bor. Biz dadamizga yoki onamizga ham xafa bo'lamizda. Yillar o'tib buni ham esimizdan chiqaramiz. Meni yana bir mijozim jenskiy tomondan judayam yomon sog'lomsizlikka chalingan bir mijozim dadasidan xafa bo'lgan. Qaranglar-da, e'tibor beringlar qanaqa dastur. Judayam ajoyib holat bo'lganda, dadasini arzanda qizi bo'lgan. 4 ta o'g'ildan keyin dunyoga kelgan qiz bo'lgan. Haligi qizaloq og'zidan chiqarsa, ota muhayyo qiladigan darajada bo'lgan. Haligi qizaloq katta 8-9 yoshigacha otani yelkasida o'tirgan qizaloq bo'lganda, qaranglar. Mani oldimga kelyapti deb man bilan xafa bo'lyapti mendan. Ustoz dedi, bo'lishi mumkin emas. Men otamdan xafa emasman.
nega siz bunaqa deb aytyapsiz? Man otamni arizandasi bo'lganman. Man 8 yoshimgacha otamni yelkasida o'tirganman. Man og'zimdan chiqqanini otam muhayyo qilgan. To'rtta o'g'ildan keyin dunyoga kelgan qiz bo'lganman. Onam ham sevgan, otam ham sevgan. Men otamdan xafa emasman deb judayam xafa bo'lgan mani gaplarimdan. Lekin tavakkal qilgan. Chunki sog'lomsizlik kuchayib ketgan. Doktorlar jinsiy organlarni operatsiya qilib olib tashlaymiz degan. Va o'quvchim bir tavakkal qilib ko'rayinchi. Mana shuncha odamda natija bo'libdi-ku, bir tavakkal qilib ko'rayinchi deb ilohiy ayol treningimga kelgan. Va qarangda, juda qiyin bo'lgan texnikalarni bajarish, juda qiyin bo'lgan raskopkalarni bajarish, jonli darslarga kirgan, bo'sh kelmaganda, bo'sh kelmagan. Bo'sh kelmasdan jonli darslarda qatnashgan. Chunki unda ikkita yo'l bo'lgan xolos. Biri blokini yechish, ikkinchisi jinsiy organda olib tashlash. Ko'ryapsizmi? Jinsiy organda olib tashlasa, u bo'ldi, butun umrga nogiron bo'ladi. Agarda blokni yechsa, u butun umrga sog'lom bo'ladi va yana farzandlar dunyoga keltira oladi. Tushunyapsizmi? Mana shu vaqtda bu o'quvchim birinchi yo'lni tanlagan. G'oliblik yo'lini. Ustoz, men sizga o'xshab g'olib bo'laman. Siz o'zingizni botqoqdan olib chiqa oldingiz-ku, deydi-da, mani shogirdlarim doim. Mana hozir ham Shahlo Hasanova xuddi shu gapni gapirdi. Botqoqdan olib chiqa oldim deydi, chunki bu bizni shiorimizda. O'zini o'zi inson botqoqdan olib chiqa oladi degan shior bo'ladi. Va tahlil darslarimizga kirib bu o'quvchi menda tahlil qildirgan. Ustoz, uxlab qolyapman. Ustoz, bajara olmayapman texnikalarni. Sizni ovozingizni eshitolmayapman. Juda kuchli qarshilik bo'lyapti deb. Qarangda, va bu shogirdim ham g'olib bo'la oldi. Nima qilgan ekan bilasizmi? Qaysi blok unga xalaqit bergan ekan? Bilishni istaysizmi, azizlarim? Kichkinaligida 5 yasharlik vaqtida, 5-6 yasharlik vaqtida uylarida mushukcha bo'lgan ekan. Kichkina mushukcha bo'lgan ekan. O'sha mushukchani shu qadar yaxshi ko'rib, hali bilasizlar, bolachalar yaxshi ko'radi uy hayvonlarini, tim bo'li mushuklar momiqchaday bo'lgani uchun hali kichkina mushukchani yaxshi ko'rib mijig'lagan ekan. Mana bundoq qilib mijig'lagan ekan. O'shanda dadasi ko'rib qolgan, mushuk miyovlaganda, qattiq miyovlagan, dadasi ko'rib qolgan. Voy, mushukni unaqa qiynama qizijonim, qiynama bunaqa mushukni. Ya'ni dadani aytgan bir og'iz yomon gapi shu bo'lgan. Mushukni qiynama qizijonim bo'lgan. O'sha vaqti qizaloqni ongida dadam mushukni mendan ko'ra ko'proq yaxshi ko'rar ekan-ku. Ya'ni men mushuk bilan o'ynatgani ruxsat bermadi menga. Mushuk bilan o'ynatmadi meni deb ong, yosh bola ongi dadadan xafa bo'lgan ekan. Qaranglarda, va bu xafachilik borib borib juda katta blokka olib borgan va jinsiy organda kasallikka olib borgan. Qaranglar, azizlarim, biz hattoki bizni ongimiz dasturni oladi va bu bizni esimizdan chiqib qoladi hattoki. Va xuddi shunday yana bir shogirdim onasidan xafa bo'lgan. Judayam qattiq xafa bo'lgan onasidan. Va ko'krak sog'lomsizligiga ko'krak sog'lomsizligiga chalingan. Shunda bu shogirdimga vrachlar kesib tashlaymiz deyishgan. Va bu o'quvchi meni kurslarimga kelganda onamni sevaman, onamni arzanda qiziman, onamni yaxshi ko'raman, onamni arzanda qiziman deb xohlamadi boshida o'qishni. Istamadi, juda kuchli qarshiliklar bo'ldi va bu qarshiliklar ong o'yini, ong ruxsat bermadi bu o'quvchimga. Lekin bu o'quvchim ham mana bunday efirlarni ko'rdi, efirlarni ko'rdi, efirlarni ko'rdi-da, tavakkal qildi. Chunki bunda ham ikkita yo'l bor. Birinchisi, ko'krakni kesib olib tashlaydi doktorlar, nosog'lom bo'lib qoladi. Ikkinchisi, blokni yechadi, o'z ustidan ishlaydi, g'alaba qozonadi va kursga o'qishga keldi.
kursga o'qishga keldi. Bu yerda ham juda kuchli qarshiliklar bo'ldi. Meni jonli darslarimga kirib menga tahlil qildirdi, kuratorlarimizga savollar berdi, o'z ustidan ishladida, qattiq ishladi o'z ustidan. Va ong eslatdi o'sha ildizni. Qarang qayerda bo'lgan ekan ildiz. Bu qiz ham onasini arizanda qizi bo'lgan. Kichkinaligida bu qizaloq, bilasizlar, bizni sovet davrida servant, stenka bo'lar edi. Ana o'sha stenkada, servantda konfetlar turar edi. Idishlarda, anaqa vazalarda. Bu o'quvchimda ham vazada, servantda konfet turgan bo'lgan. O'quvchim maktabdan kelgan, birinchi sinf o'quvchisi bo'lgan. Maktabdan kelib haligi shunday yegisi kelib ketganda, konfetlarni yeb qo'ygan servantdagi. Oradan bir soat o'tmasdan xolasi kelib qolgan, onasini singlisi. Va ona servantdan konfetlarni olaman degan, servantni ochsa konfet yo'q. Ya'ni quruq mevalar bor, a konfet yo'q bo'lgan. Keyin ona singlisiga aytgan, voy, anaqa qizim yeb qo'yibdi konfetlarni, qara, yeb qo'yibdi konfetlarni, yoqibdi-de shu konfetlar degan. Qarang, yomon gap gapirmagan ona, so'kmagan ona qizini, urushmagan ona qizini. O'zini radnoy singlisiga qizim konfetlarni yeb qo'yibdi deb aytgan xolos. Eshikni ortida turgan qizaloq onasini gapini eshitib qolgan. Va uni ongi meni xolamni oldida onam sharmanda qildi. Qilgan ishimni aytib qo'ydi xolamga. Men sharmanda bo'lib qoldim deb qabul qilgan ong. Va onaga nisbatan juda kuchli nafrat paydo bo'lgan. Qaranglar, ildiz qayerda paydo bo'lganini. Bo'lmasam ona urmagan u qizni. Bo'lmasam ona so'kmagan u qizni. Faqatgina o'zining singlisiga konfetlarni qizim yeb qo'yibdi deb aytgan xolos. Tushunyapsizmi? Ko'p hollarda biz o'zimiz bilmaymiz blok qayerda ekanligini. Biz o'ylaymizki, men yaxshi oilada tug'ilganman. Men yaxshi arzanda farzand bo'lib dunyoga kelganman. Arzanda katta bo'lganman deb o'ylaymizda, lekin nima bo'lsa ham sizda psixosomatik sog'lomsizlik bormi? Demak, bilingki, buning sababi bor. Va buning sababi albatta yoshlikdagi qaysi bir xotirada. Va mana shu xotiraga mening raskopkaviy meditatsiyalarim orqali borishingiz kerak. Xotirani topishingiz kerak. Uni yechishingiz kerak. Ong sizga qarshilik qiladi. Sizni ong osti tunnellariga tortib ketadi. Bu degani o'chirib qo'yadi, uxlatib qo'yadi degani. Fikrlar chalg'itadi degani. Va mana shu vaqtda meni jonli darslarimga kiring, tahlil darslarga. Tahlil qildiring, ustoz, man mana bu texnikani bajaryapman. Manda mana bunaqa holat bo'lyapti. Men mana bu texnikani bajaryapman. Menda mana bunday holat bo'lyapti. Ustoz deb tahlil qildiring. Man sizga yo'l yo'riq ko'rsatib yuboray. Man sizga tahlil jonli darslarda yo'l ko'rsatib yuboray. Kuratorlarimiz yopiq guruhlarda kuratorlarimizga savol beringlar. Man uxlab qolyapman, blokni topolmayapman deylar. Bizni kuratorlarimiz, bilasizlarmi, bepulga kuratorlik qilishadi. Ular pul olishmaydi kuratorlik qilganiga. Ularni missiyasi bor. Yordam berish. Tushunyapsizlarmi? Va sizni har biringizni savolingizni kuratorlarimiz diqqat bilan eshitishadi. Chunki ular bizga o'zlari xohlab kelishadi kuratorlikka. Biz ularni majburlab kurator qilmaymiz. Ular xohlab kelishadi. Ular shu kursni oldin bitirib, o'zlari natijaga chiqqan o'quvchilar. Ular o'zlari kelishadi. Mana shu yerdagi o'quvchilarga yordam beraylik. Ong o'yinlaridan chiqib ketishga yordam beraylik. Ong qarshiliklaridan chiqib ketishga yordam beraylik. Ong osti tunnellariga kirib ketishdan yordam beraylik. Va natijaga chiqishiga yordam beraylik deb beminnat xizmat qiladi kuratorlarimiz. Bilasizlarmi, azizlarim? Shuning uchun 6 oylik ilohiy ayol treningini asl narxi $250.
6 oy o'qish. Hozir bir oylik kurslarda narxi $50 $60 bo'lib yotibdi-de, bir oylik kurslarni narxi. Agarda $250 $50 bo'lib to'lasangiz 6 oyga $300 bo'lyapti. Ko'ryapsizlarmi? Lekin men, e'tibor qaratinglar, bu kursni narxini bu safar ko'tarmadim. Bu safar ilohiy ayol treningini narxi $150. E'tibor qaratinglar. Va bu trening oxirgi marotaba ochilyapti. Boshqa bu trening ochilmaydi. Man bu haqda kechagi efirda ham aytdim va bugun ham aytyapman. Sizlarda oxirgi imkoniyat, azizlarim. Kelinglar, o'qinglar, natijaga chiqinglar. Boshqa bunaqa treningni ochmayman. Chunki o'quvchilarimiz 6 oy davomida qiynalishyapti o'qishga. 6 oy davomidagi kurslar qiyin bo'lib ketyapti. Ha, to'g'ri, bu zo'r natija, juda kuchli natija. Shuning uchun endi men kurslarimni, treninglarimni qisqartirib, bir oylik qilib berishga qaror qildim. Hamma ustozlar shunaqa berayotganligi uchun. Azizlarim, albatta kelinglar. Oxirgi marotaba ochiladigan ilohiy ayol 15 treningimda yuqori natijalarga chiqib olinglar, azizlarim. Barchangizni ilohiy ayolda kutib qolaman. Muhabbat Karabayeva, azizam, onlayn. Biz onlayn o'tamiz, mutlaqo onlayn. Mana shu yerda, shu videoni tagida yozsangiz, meni menejerlarim sizlar bilan bog'lanishadi va menejerlarim sizlarga kanalimizni berib, qanday to'lov qilib qayerga kirishingiz kerakligini o'rgatib yuborishadi. Va mana shu yerda qisqacha sizlarni savollaringizga ham javob berib o'tgim kelyapti, azizlarim. O'qishga zaklad kiritdim, o'qiyman, ochilaman, katta pullarga, sovg'alarga. Ilohim, niyatingizga yeting, albatta ochilasiz. Iroda Hasanova, albatta niyatingiz yaxshi bo'lganini bilamiz. Katta rahmat. Raskopkani zarari ham bormi? Sojida Mirzayeva, albatta zarari bor. E'tibor qaratinglar, juda o'rinli savol berildi. Raskopkani zarari qachon bo'ladi? Qachonki tajribasi yo'q, savodsiz ustoz qilsa. Bu borada qo'rqmanglar. Aynan raskopka bo'yicha men o'qiganman. Aynan shu bo'yicha men xalqaro trener hisoblanaman, xalqaro ustoz hisoblanaman. Sertifikat va diplomlarimni ko'rishingiz mumkin va 13 yillik tajribaga egaman. Ya'ni 13 yildan buyon man aynan mana shu yo'nalishda mijozlar bilan ishlayman. Meni mana shu videoni tagida kanalimni ssilkasi bor. O'sha ssilka orqali o'tib kanalimga qo'shilsangiz, men haqimdagi barcha ma'lumotlarni o'qib, tanishib chiqasiz, azizam. Maryam Qarshiboyeva, katta rahmat. Yangi ijodlar tilayman. Katta rahmat, azizam. Va mana yozyapti, menejerimiz ham chatda yozyapti. Men ham qo'shilmoqchiman, Dilya. Albatta bog'laning menejerimiz bilan. 3-bor o'qiyapman. Eng sevimli treningim. Nargiza Abdusattarova, молодец. Haqiqatdan ham o'quvchilarimiz bir necha marotabalab o'qishadi, mazza qilib o'qishadi. O'rganib qolganman. Shunaqa zo'r natijalar bo'lyapti. Yana va yana va yana o'qigim keladi deyishadi va haqiqatdan shunday. Ustoz boshqa kursda ham qatnashib, ilohiy ayol kursida ham birga o'qisa bo'ladimi? Albatta birga o'qisa bo'ladi. Ilohiy ayol treningi faqatgina texnikalardan iborat. Faqat texnikalardan iborat. Ya'ni qulog'ingizga naushnik taqasiz va meditatsiyani bajarasiz. Bo'ldi. Shahnoza To'rayeva, asl narxi $250. Hozir chegirma narxda $150 to'lab qo'shila olasiz. 6 oy davom etadi trening. 6 oy davomida men bilan, kuratorlar bilan birgalikda rivojlanasiz.
Assalomu alaykum Farizin. Молодец. Demak, siz ham g'olibasiz. Azizlarim, ko'rib turibman, boshqa savollar yo'q ekan. Demak, bugungi efirni yakunlaymiz, lekin bunaqa efirlarni endi ko'p-ko'p qilamiz. Albatta, savollaringiz bo'lsa, keyingi efirlarda berishingiz mumkin va keyingi efirda siz ishtirok etishingiz mumkin. Albatta. Sizga ishonaman. Salomat bo'ling. Katta rahmat. Katta rahmat azizlarim. Barchangizni sevaman va ilohiy ayol treningimda kutib qolaman azizlarim. Kelinglar, jonli ishtirok etinglar. O'zingizni holatingizni jonli Zoom orqali bo'ladigan tahlil darslarida shaxsan o'zimda tahlil qildiring, natijaga chiqing. O'zingiz